Toshkent 1938 yil 3-oktyabr soat 10 Abdulla Qodiriyning hovlisi. Bog'imizning pastidagi jarda yotgan emishman. Oraning tubi to'la g'ij-g'ij ilon. Oyoqlarimdan, qo'llarimdan, ko'zlarimdan chiqardi. Hamma yoq qorong'u, oyijon qo'rqib ketyapman. Yoningda. Qo'rqma. Onagina yoningda. Bak, bora ovqatini qiladi. Bak. Ey falaj! Ey falaj! Meni kuyganim yetmasmidi? Shu norasiydan ham kuydirishing shartmi? Onagina o'zimni. Onagina. Jonim bo'lim. Shu kunlar ham bormidi boshimda.